15-bob. Babu mashil yadi ba'da ta'am. Ovqatdan keyin qo'lni artish haqida. 3282-hadis. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu aytadilar: Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning zamonlarida kamdan kam o'zi ovqat topardik. Agar birimiz ovqat topsak, birimizni ovqatdan keyin artaydigan mendilimiz ham bo'lmasdi. Ya'ni qo'l sochiq degan narsani o'zi yo'q edi. Illo kaftimiz, bilaklarimiz, oyoqlarimiz. Ya'ni shu darajada sodda hayot qarang. Ovqat yegandan keyin qo'lni artishga sochiq degan narsa yo'q ekan. Endi albatta uni avval qo'llarni yalab olinadi dedik, sunnat u. O'shandan keyin baribir artish kerak-ku endi. Unaqa narsa bo'lmasdi deyaptilar. Qo'limiz, kaftimizga ishqalab ketaverardik deyaptilar. Yoki bilaklarimizga ishqalab ketaveradi, yog'larni surib. Yoki oyoqlarimizga yog'larni surib ketaverardik deyaptilar. Shu darajada sodda hayot qarang. Keyin turardik-da, namoz o'qib ketaverardik tahorat qilmay. Demak, mana bu farz emas, ovqat yegandan keyin qo'lni yuvish. Yo'q qilib yog'ni ketkizib bir narsaga surib turib namoz o'qiverardik deyaptilar. Endi alhamdulillah hozir zamon kengchilik. Shuning uchun ham endi bunday qilishlik albatta hozirgi zamonda targ'ib qilinmaydi. Sahobalar qilganligini sababini aytib qo'yapti, chunki zamon qiyin edi unda deyaptilar. Hozir bir sochiq qahat emas hech kimga, yoki borib qo'l yuvib kelish qahat emas. Bu degani yog' bilan namoz o'qivering degani chiqmaydi bundan demoqchiman, ya'ni. 16-bob. Babu ma yuqalu idza faragha min at-ta'am. Kishi taomdan forig' bo'lsa nima deyish kerak? Ya'ni ovqat yeyilgandan keyingi duo. 3283-hadis. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu aytadilar: Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam agar bir ovqat yesalar aytar ekanlar: Alhamdulillahillazi at'amana va saqana va ja'alana muslimin. Bir rivoyatlarda minal muslimin deb ham kelgan, ya'ni. Allohga hamd bo'lsin, bizga taom berdi, sug'ordi bizni, ya'ni ichimlik bilan va bizni musulmon qildi. Qarang. Ovqat yeganda yedirdi, ichirdi deb duo qilganlari tushunardik endi. Lekin shu yerda ham bizni musulmonlardan qildi degan joyi qo'shib qo'yilishini qarang. Ha, to'g'ri musulmonlardan qilgan Alloh bizni, lekin ovqat yeyishga nima daxli bor uni qo'shilishligining sababi? Bunda daxli shuki, kofirlarda ham yediryapti Alloh. To'g'rimi? Ehtimol bizdan yaxshi ham yediryapti Alloh. Kofirlarda ham ichiryapti, ehtimol bizdan yaxshiroq ham ichiryapti. Ana shunga qo'shimcha kofirlarni yedirib ichirganiga, bizni ham yedirib ichirganiga qo'shimcha bizni musulmon qilib qo'ygan. Ana shu uchun shu joyi qo'shib duo qilinyapti, shukr qilinyapti, ya'ni. Quruq yedirgan ichirganiga emas. Bu quruq yedirgan ichirgan kofirda ham yedirib ichirib yotdi Alloh. 3284-hadis. Abu Umamatul Bohili radhiyallohu anhudan, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan aytadilar: Agar ovqat ko'tarilsa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilaridan aytar ekanlar: Alhamdulillahi hamdan katiran tayyiban mubarakan ghayra makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu robbana. Allohga hamd bo'lsin, ko'p hamdlar, pokiza, muborak hamdlar bo'lsin. Kifoya qilinmaydigan darajada, to'xtatilmaydigan darajada va behojat bo'linmaydigan darajada bo'lsin, ey Robbimiz. Bu nima? U kifoya qilinmaydigan, to'xtatilmaydigan, behojat bo'linmaydigan degan gap nimaga qaytadi u? Ba'zi tafsirlarda ulamo aytgan hamdga qaytadi. Ya'ni hisob kitobsiz hamd bo'lsin, to'xtovsiz hamd bo'lsin, behojat bo'linmaydigan darajada hamd bo'lsin degani. Ba'zi ulamo aytgan bu Allohga qaytadi degan. Ya'ni Allohdan behojat bo'la olmaymiz. Ba'zi ulamo aytganki bu ovqatga qaytadi. Ya'ni biz ovqatdan hech qachon bezor bo'lmaymiz. Ya'ni ovqat ko'tarilib ketayotganda odamning oldidan xuddiki bezor bo'lgandan, ne'matdan haligi nonko'rlik qilgandek bo'lib qolmaslik uchun bezor bo'lgandan ko'tarilmayapti ovqat bizning oldimizdan. Yoki biz undan behojat bo'lganimizdan emas degan ma'noda aytilingan deyilgan. Eng yaxshisi Alloh alam bu o'sha hamdga qaytadi. Ya'ni Allohga kifoyat qilinmaydigan darajada degani, ya'ni hisob kitob qilinmaydigan darajada hamd bo'lsin Allohga. Va to'xtovsiz muwadda degani, g'ayri muwadda. Wala muwadda.
to'xtovsiz hamd bo'lsin, vala mustag'nan anhu, behojat bo'linmaydigan darajada hamd bo'lsin Robbimizga. Bu ham duo xullas. Qaysi birini aytsa ham zarari yo'q. 3285-hadis Sahl ibn Muaz ibn Anas al-Juhani otalaridan rivoyat qiladilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Man akala ta'aman faqala alhamdulillahillazi at'amani hadha wa razaqanihi min g'ayri hawlin minni wa la quwwa, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kim bir ovqat yesa-da, Allohga hamd bo'lsin, bizga mana shuni taom qilib berdi va bizga uni rizq qildi. Bizdan hech qanday kuchsiz va quvvatsiz desa, uni o'tgan gunohlari mag'firat qilinadi. Ya'ni Alloh bizga taom beryapti, ichimlik beryapti. Hech bizda bir kuch toqatimizsiz. Masalan, hozir uyingizda pishirayotgan noningizni bug'doyni siz ekmagansiz mehnat qilib. Aksar odam shu. Pishirayotgan kartoshkangizni masalan siz ekib uni ketmonini chopmagansiz. Yeyotgan go'shtingizni ham xuddi shunaqa. Bizni kuchimizsiz, toqatimizsiz, quvvatimizsiz Alloh olib kelib bizga yediryapti, ichiryapti. Ana shuni duo qilib shukrona qilyaptilar. Kim mana shunday deb duo qilsa, xullas uni o'tgan gunohlari kechirilar ekan. Alhamdulillahillazi at'amani hada va razaqanihi min g'ayri hawlin minni va la quwwa. Ovqat yeb gunohingiz kechirilsa bo'lar ekan, qarang. Qorin to'yg'izib gunoh kechiriladi. Ana shu uchun aytilganda hadisda la yahlik alalloh illa halik. Alloh huzurida bir odam borib halok bo'lsa, halok bo'lish kerak bo'ladi o'zi odam. Ya'ni battar bo'l deydi unaqa odamga. Shuncha dinda imkoniyatlar berib qo'yilgan chunki sen halok bo'lmasligingga, do'zaxiy bo'lmasligingga. Shunga qaramasdan ham do'zaxiy bo'lsang, o'zi o'lgan ekansan, endi do'zaxiy bo'lishing kerak ekan o'zi deydilar. Chunki odam ozgina himmat qilsa, ovqat yeb hamma gunoh kechirilib ketishi mumkin ekan. Shu duolarda aytsa agar. 17-bob. Babul ijtima'i ala ta'am. Ovqatga jamlanish. Ya'ni hamma alohida bo'lib olib ovqat yegandan to'dalanib ovqat yeyish barakalik. 3286-hadis. Vahshiy ibn Harb otasi bobosidan rivoyat qiladi, Vahshiydan. Ular aytdilar: "Ya Rasululloh, biz yeyimizda to'ymaymiz, lekin nimaga shunday?" Unda Rasululloh aytdilarki: "Ehtimol sizlar alohida yersizlar" dedilar. Ular ha dedilar. Shunda Rasululloh aytdilarki: "Taomiylarga jamlaninglar. Unga Allohning ismini zikr qilinglar. Ana shunda unda sizlarga baraka beriladi" dedilar. Demak, bir ovqatni masalan hamma alohida yegandan to'dalashib yesa, to'yadi. Alohida yesa to'ymay qoladi. 3287-hadis. Solim ibn Abdullah ibn Umar aytadilar: "Men otamni aytayotganligini eshitdim." Ya'ni otam Abdullah ibn Umar, otasi Umar ibn Xattob radhiyallohu anhudan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Kulu jami'an va la tafarraqu fa innal barakata ma'al jama'ah." To'dalanib yeylar, tarqalib emas, chunki baraka jamoat bilandir. Bizda o'zimizda haligi bir mayizni 40 bo'lib yeydi deydi-yu. Shu gapda haqiqatdan jon bor-da. Agar birlik bo'lsa, odamlar bitta mayizga ham to'yadi 40 ta odam. 18-bob. Babu nafxi fit ta'am. Ovqatga puflash, ya'ni qaytarilganligi. 3288-hadis. Ibn Abbos radhiyallohu anhudan. Aytadilar: "Lam yakun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yanfuxu fi ta'amin wala sharabin wala yatanaffasu fil ina'i." Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ovqatga puflamasdilar, ichimlikka ham puflamasdilar va idishga nafas olmasdilar. Mana buni hikmatini bugungi zamonda tushunib turibmiz. Odamning o'pkasidan chiqayotgan har qanday zaharli karbonat gazlari deysizmi, viruslar deysizmi, hammasi nafas bilan chiqadi. Agar shuni ovqat yeyotganingizda, ichayotganingizda idishga qarab puflasangiz, o'zingizga birinchidan qaytarib yesangiz, hamma zaharni qaytarib ichkariga kirgizasiz. Yoki birov yesa sizdan keyin uni zaharlaysiz o'sha birovni. Ana shu uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam taomga ham, sharobga ham yeyotganda, ichayotganda puflamaganlar, idishda nafas ham olmaganlar. Ya'ni masalan, suv ichyapsiz, nafas olib ichilinmaydi idishga qarab.
Bu endi haligi hadisga teskari emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nafas olib 3 marta nafas olib ichganlar, suv ichsalar deyilgan. Unda 3 marta idishdan og'izlarini uzoq qilib nafas olganlar. Idishga qarab 3 marta nafas olib ichmaganlar. Ya'ni suv ichishda odobi shu o'zi. Birdaniga liqillatib ko'tarib yubormasdan bir marta ichib nafas olib, yana bir marta ichib nafas olib, yana bir marta ichib nafas olib keyin ichilinadi. O'sha nafas olganda idishni og'izdan uzoq qilib nafas olganlar. Idishga nafas olib ichilinmaydi. Endi savol tug'iladi. Masalan, bolalarga sovutib berish kerak-ku endi buni. Nima qilinadi? Puflab bersa bo'lmaydimi endi shunda deyiladi. Agar endi bu tabobat jihatidan qarasak, shunda ham yaxshi emas endi bolalarga bo'lsa ham puflab berish. Chunki katta odamga zarar qilmasligi bo'lgan narsa mumkin bo'lgan narsa bolalarga zarar qilishi mumkin. Ya'ni virusmi, boshqa kasalliklarmi? Shuning uchun tabiiy o'z holiga qo'yish kerak sovishligini. Shu sunnat. 19-bob. Babun iza atahu xodimuhu bi ta'amihi falyunawilhu minhu. Agar kishiga xodimi taom keltirsa, xodimiga undan uzatib yuborsin. Ya'ni avvalgi zamonlarda xizmatkorlar ofitsiantlik vazifasini bajargan. O'zlari ular ovqat yemagan, quruq pishirib bergan. Ular endi bechoralar shuncha ovqatni pishirib, o'zini tomog'i qiltillab bu ovqatni yegisi kelishligi mumkin. Ana shu uchun ham uni bunday ovqat olib kelgan paytda uzatib yuborsin unga ham deyilyapti. O'zi rostdan qarasangiz, xususan mana ishchi bo'lib ishlaydigan oshpazlar ko'pi o'zi pishirayotgan ovqatdan yemagan bo'ladi kerak bo'lsa. Tatib ko'rish mumkin, lekin yemagan endi. Yani sotuvchilardan so'rasangiz, "Men bu narsa nima edi, siz bilmayman, yeb ko'rmaganman" deydi ko'pincha. Demak, u bechora yeb ko'rmagan hali rostdan. Sotadi o'zi, lekin yeb ko'rmagan. Shunchaki sotadi u. Shunaqa paytda bir narsa olsangiz sunnat, shu odamga ham shuni bir luqma berib qo'yishingiz. U ham yesin endi, shuni pishirgan o'zi. Qarang mana shariatda qay darajada odamlarni hissiyotini rioya qilingan. Hamma olib ketyapti, men bechora o'zim yemay o'tiribman shu narsani, hamma yeb yotdi, men pishirgan narsani deb ko'ngli sinmasin uchun xizmatkoriga shundan ber, yedir deyilyapti. Endi bundan savol tug'iladi. Hozirgi kunda demak bir ofitsiant bizga bir ovqat olib kelsa masalan, o'ziga bir narsa berib yuborishimiz kerakmi? O'sha dasturxondan olib. Agar qabul qilsa zarari yo'q birinchidan. Endi hozirgi kunda o'zlaricha madaniyat deb bu narsaga ruxsat bermaydi ofitsiantlarga. Unda endi agar u olmayman, menga ruxsat yo'q desa, o'zini ishi zarari yo'q. 3289-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: Agar birlaringga xodimi taom olib kelsa, uni o'tqizsin yoniga. O'zi bilan yesin, qarang. Aslida o'tqiz deyaptilar yoniga. Agar o'tirmayman desa, unga uzatib yuborsin. Ya'ni uyalishi mumkin haligi. Yoki bu odam uyalishi mumkin yonida xizmatkor bilan o'tirishga, masalan, kattakon bo'lsa, ofitsiant bilan o'tirib olib ovqat yeyishga uyalishi mumkin-da endi, yoki bir shaxsiy bir odam bilan uchrashuv bo'lib o'tiribdi. O'shaqa paytda endi tabiiyki o'tirmayman deydi xizmat qilayotgan odam. O'sha paytda unga bir narsa uzatib yuborsin deyilyapti. 3290-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Iza ahadukum qarraba ilayhi mamlukuhu ta'aman qad kafahu ana'ahu wa harrahu falyad'uhu falyakul ma'ahu fa in lam yaf'al falyakhudh luqmatan falyaj'alha fi yadihi." Agar birlaringga mamluki, ya'ni uning xizmatkori ovqat taqdim qilsa, unga u ovqatni mashaqqatini, issig'ini kifoya qilib kelyapti. Ya'ni issig'ida yonib kuyib o'sha pishirib kelyapti endi shu ovqatni. Mashaqqatini, issig'ini shu kifoya qilib kelyaptimi sizga? Shuning uchun uni chaqirsin deyaptilar. O'zi bilan o'tirg'izib yedirsin uni. Agar unga unday qilmasa, ya'ni u o'tirmayman desa, siz yoki o'tkazgingiz kelmasa oldingizda, bir luqmani osinda qo'liga tutqizib qo'ysin uni. Xullas, qarang, bizda shariatda odam quruqqa tekin tomoq bo'lib olishligi, ya'ni o'sha birovlarni ishlatuvchi bo'lib olishligi garchi haqqi bo'lsa ham qaytarilyapti. Senga birov xizmat qildimi, sen ham unga xizmat qil deyilyapti, qarang. Garchi u seni xizmatkoring bo'lsa ham. Sen ham nimadir qil. Faqat o'tirib olib iste'molchi bo'lma. Yediryaptimi seni, sen ham yedir odamlarni. Ana shuni tasdig'ini keyin mana biz tarixda ko'rdik. Tarixda ba'zi xalifalarda siyratda ko'rdik. Qullariga
yaxshilik qilmagan paytida qullar qo'zg'oloni bo'ldi Iroqda. Abbosiylar xilofati yiqilib ketishiga sal qoldi, o'tdi-ku tarixda. Qullar qo'zg'oloni qilib o'zlariga imperiya tiklab oldi qullar. Keyin borib ularni ko'nglini ovlab, sizlarga yaxshi qaraymiz deb va'dalar berib tinchitildi ularni. Va tinchitilganda qanday yaxshi xizmat qilganligini ham ko'rdik keyin mana qarang. Zinkiylar Saljuqiylarning xizmatkori bo'lgan dedik. Saljuqiylar Abbosiylarning xizmatkori bo'lgan. Ayyubiylar Zinkiylarning xizmatkori bo'lgan. Mamlukiylar Ayyubiylarning xizmatkori bo'lgan. Lekin o'shalar yonida turib xizmat qilib, sultonga aylanib, amirga aylanib, ya'ni islom olamiga foydasi tegadigan odamlar yetib chiqdi mana. Salohiddin Ayyubiy, Nuriddin Zinki, Sayfuddin Qudus, Zohir Bibars va hokazolar. Shuning uchun uni quldek muomala qilib emas, aksincha bir do'stona muomala qilishga buyurilgan shariatda. 3291-hadis. Abdulloh radhiyallohu anhu aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Idza jaa xodimu ahadikum bi ta'amihi falyuq'idhu ma'ahu aw liyunawilhu minhu fa innahu huwa alladhi waliya harrahu wa dukhanahu." Agar birlaringni xodimi unga taom keltirsa, o'zi bilan uni o'tkazsin yoki unga bir narsa undan uzatib yuborsin ovqatdan, ya'ni. Chunki u taomni issig'i, tutuniga voli bo'ldi. Ya'ni issig'ini, tutunini u qildi. O'sha chidab pishirdi. Xususan avvalgi zamonlarda hozirgidek shaq qilib gazni yoqib pishirib ketilaveradigan bo'lmagan. O'tin yoq, gugurt bo'lmagan aqalli qarang. O'tin yoqish o'zi qanaqa qiyin. Qanday issiqlarda endi yana bunaqa qilib ovqat pishirib tutunlarda shuncha pishirib kelgandan keyin o'tirib olib, tomog'ingdan qanday o'tadi ovqat endi deyilyapti seni. Uni o'sha pishirgan odamga bir luqma bermay. Odamlar nimaga qo'rqadi deysizda qarang, musulmon odamlar dunyoni boshqarishidan. Hozir mana shunday emasmi? Issiqqina uylarda qishki kunda mana podshohlar o'tiradi, hokimlar o'tiradi qarasangiz. Xalqda qarasangiz gaz yo'q, svit yo'q. Qanday o'tiradi deysiz issiqqina uyda? O'tiraveradi unda iymon bo'lmagandan keyin. Iymon bo'lsa ekan unda iymon uni mana bu hadislarda eshitgandan keyin o'tkazmaydi. Qanday qilib mana qarang, bitta qulini o'tkazmayapti aqalli shariat. Bir insonga uni qul ostidagi quli issiqda, tutunda hidlanib, shu bitta ovqatni pishirib kelgandan keyin qanday o'tirib olib yeysan sen uni? Maza qilib, o'tkaz uni ham deyapti. U ham yesin. Musulmon odamlar agar boshliq bo'lsa, xuddi shu narsa butun xalq shunaqa manfaat ko'radi. Nimaga odamlar qo'rqadi musulmonlardan?